Mana tuzukam, nima aytashaysan deb. Urmasam, so'kmasam, yomon gapirmasam, go'riga ketasanmi? Siz mana o'g'llaringizni boshqacha, mana zombircha qizingizni boshqacha ko'rasiz. Ajratasiz. It bilan tirnoqni ajratib bo'lmaymish. Elni ko'ndirib eshak qang'irabmi? Men hammasini birdek yaxshi ko'raman. Qasamxo'rlik qilyapsiz, ketaman. Ketsa ketaver. Faqat mana tilla qizimni tashlab ketasan. Jil qizim. Eringa so'zingni o'tkazda. E'tiroz qiladi. Sallishni gapirsa yolg'ondan yig'la. Keringni ichachib hamma aytganlaringni qiladi. Bujon, ayamni gizlamang. O'zi bir kunga mehmonga kelsangiz, 40 kun uyimizda janjal bo'ladi. Urusni xomirtirsangiz yo. Voy tavba. Hammasini aytdingmi qizim? O'zimdan ozgina ko'rsataman. Malades, ana shu uchun seni yaxshi ko'raman-da. Shu sovuqda mashinani mushtak bolalarga judiryapsizmi? Hech balo qilmaydi, pishadi. Zilola qani? Sherda mashina ichida pechkasini qo'shib berganman, o'tiribdi. Nima o'qirashmayapti, shoxi bormi? Jinnimi, sen sovuq-ku, shamollab qoladi. Yo tavba, o'g'il desa boshqa shiydi, qizim desa tomdan tashiydi. Mana, yo'qqa teringni ishini olaman. Ye, tayoq tashib qo'l undirib sindiraman hozir. Nima shu qizingizni tarafini olaverasiz? O'g'illarim har doim yonimda. Qizim ertaga bir joyga tushib ketadi. Otasini mehriga to'ysa, ertaga mehrga muhtoj bo'lmaydi deyman-da. Buni ustiga qiz bola otani jannatga yetaklaydi deyshadi. Rostdan ham. O'g'il farzandchi. Endi bilmadim, menimcha shu kreditga yetaklasa kerak-da. Video sizlarga yoqdimi? Unda bu videoga like va podpiska bosib qo'ying. Tez kunda esa davom chiqadi.